Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu vassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli hoji otalar, hoji onalar, hoji aka, hoji opalar. Mana bugun biz bugunlik kunda hammalarimiz Alloh tabarak va taolo bizning rizqimizni qo'shgan ekan. Mana Saudiya Arabistoni Makka shahrida turibmiz. Biz albatta mana bitta tumandan, qolaversa respublikamizning qolgan viloyatlaridan yelkadosh bo'lib, bir-birimiz bilan hamnafas bo'lib, aytaylik, muborak umra safarini niyat qilgan edik va hamjihatlikda Aqsa Tur firmasini tanlagan edik. Aqsa Tur firmasi bizni uyushtirgan holatda hamma holatlar bilan ta'minlagan, sharoitlarni ta'minlagan holatda mana ishchi guruhlar kutib olyapti. Madina-i Munavvarada kutib olishdi va kuzatib olishdi. Makka-i Mukarramada mana kutib olishdi va hozir xizmat ko'rsatishyapti. Biz albatta guruhimiz nomidan sizlar nomlaringizga tashakkur etdik. Albatta Aqsa Tur firmasini tanlab, bejiz tanlamagan ekanmiz. Biz tanlashlikda adashmabmiz. Va bizning ijtimoiy tarmoqlarda Aqsa Tur firmasini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan yurtdoshlarimizga taklif qilamiz. Tanlashda adashmang. Aqsa Tur firmasini tanlasangiz, ishchi guruhlar kelgan yurtdoshlarimizga chiroyli, go'zal xizmatlarni qilib borishyapti. Hurmatli aziz hoji